Assalomu alaykum do'stlar. Yana bitta Fayzli xonadonimizga aqlli kotel o'rnatib berdik. Yonishlari. Kitobli variantidan. Montajlarini ham o'zimiz qildik. Radiatorlari. Radiatorlarni pol tagidan qilib akkuratlik qilib berganmiz. Hech qaytlari buzilmadi. Remonti bo'lgan ekan. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Qo'lni kuydiradi. Issiq 60 gradusda o'chadigan qilib qo'ydik. Hammomlarigacha qo'yib berdik. Hammomga alyumin qo'yaverdik. Sonra bu koridori. Bu yerda bir dahliz bor. Bu uyimizga 2 metrligidan qo'yib berdik. Bu xona kattaroq, ikkita qo'yib bunga, derazani tagiga. 1.20 ligidan ikkita. Xonadonimiz kotej bo'lgan. Bardaklikka ahamiyat bermaslar, o'zimiz tozib tashladik. Bu uyga ham pechka, ham konditsioner qo'yib, ham tukli plita qo'yib ishlabdi. Biz bitta yechim qilib kotel qo'yib berdik. Xonadonimizga o'xshi 10 ta radiator ketdi. Bir 150 kvadratcha joy. Biz bunga 200 kvadratligini qo'yib berdik kotelni. Zapasi bilan. O'xshi hozir xizmatimiz kotel bilan 3200 dollar bo'ldi. Agar zakazlar bo'lsa, aytaverasizlar. Xizmatda Sardos guruhi.